Men Agzamov Nodir Nazimovich, oliy toifali gastroenterolog shifokorman. 30 yildan oshiq tajribaga egaman. Menga ko'pincha quyidagi shikoyatlar bilan bemorlar murojaat qilishadi. Ya'ni ko'ngil aynash, qorin sohasida og'riq, qorin dam bo'lishi va ich qotishi. Bemorga to'liq tashxis qo'yish uchun biza biokimiya qon tahlillari va ichki organlarni ultratovush tekshiruvini tavsiya qilaman. Bundan tashqari endoskopiya usullari bilan oshqozon va ichini tekshiramiz. Yana ham chuqurlashtirilgan tekshiruv kerak bo'lsa, MRT usullari bilan ham tekshiruv o'tkazsa bo'ladi. Shundan so'ng yakuniy tashxis qo'yib, davonisini yozib beraman. Agar sizda ko'ngil aynash, qorinda og'riqlar, qorin dam bo'lishi, ich qotish, qabziyat shikoyatlar bezovta qilsa, bu muammolar bilan vaqtingizni boy bermay, vaqtida shifokorga murojaat qiling.